hammani kallasida savol nima bo'ladi? Ya'ni oladimi, olmaydimi shu? Lip motor nima bo'ladi? Siz endi mutaxassissiz, o'sha mashinani olib kelib yurgan odamsiz. Nima bo'ladi, aka? Hozir lip motorsda 3 ta holat bor-da. Birinchi holat endi qilgan, o'chirt olgan, kunini kutyapti. Piskentga boradigan kunni kutyapti. Poligonga. Ikkinchi holat endi qilgan, o'chirt ola olmayapti. Endi rastamoshga qo'ygan, o'chirt olish hozir bilasiz problema bo'lyapti. O'chirt ola olmagan. Bu ikkinchi holat. Uchinchi holat pul tikib olib kelib qo'yishgan, Ayseldanmi, Albiondan mashina turibdi, hali sotilmagan. Bu nima? Umuman endi qilinmagan, rastamoshga qilinmagan turibdi. 74 ga oladi, kimgadir peradisa sotilishga tayyor. Hop, nima bo'ladi endi mana mashina? Endi aka, shuncha mashina kirgan, musturga tashib yuborishmasa kerak. 3-4 kunda yangilik bo'ladi deydi aka. O'chirt olish rostdan problemami, aka? 12 da ochilyapti. Hamma deklarantlar 12 da nastart turibdi. Bitta paytda agon bo'lyapti, o'shanga sistema qotyapti, men shunaqa deb o'ylayman. Hamma tayyor, kim birinchi kira olsa 3 minutda tugab qo'yapti aka. GM avtosalon ochadi-yu, anaqani. O'shanga o'xshagan bo'layotgan ekanda, dogur oladi-yu. Vash nima yechim bo'ladi? Oxiri nima bo'ladi? Mana tezlashtirish, boshqa qilish. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Mana shu siz agar qo'lingizda imkoniyatingiz bo'lganda. Men qo'limda bo'lsa, men prosta o'zim fikrimni, subyektiv fikrimni aytadigan bo'lsam, Piskent masalasida yechimimiz O'zbekistonga birinchi kiryapti. Dilo lip motor C17 chiqdi. O'zbekistonga birinchi kirdimi? Shu mashinani olib borib, polniy tekshirib, Piskentda avtotest nima qilsa, o'tkazib, qaytib jo'natsa, qolganlarini shunda o'tkazib, to'lovini qilaylik, testni olaylik, javobini. Menimcha eng zo'r yechim shu. Chunki hammasi bir xil kiradi-yu, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Uslovni aytaylik, 1-2, 3, 4 pozitsiyasini hammasini bittada olib borib o'tkazsa, sertifikatda birinchi kirgan odamda, qolgan hammasi o'sha sertifikatdan qarab qilsa bo'ladi. Shunaqa qilsa bo'ladi. Chunki bu yoqdan tekshiruvdan o'tib 100% tekshirilib, keyin eksport qilingan mashinalar.